1000 tonna maydalaysizmi, 2000 tonna maydalaysizmi, 5000, 10000 xohlagan tonnangizni maydalang. Ichki mexanizmiga 3 oyda ichida biror nima bo'lsa, bepul servisi bor Mustang jamoasida. Juda ko'p yemxonalar, mingta mol boqadigan akalarimiz ham olishyapti. Shuning uchun ochiq bilan qilib beryapmiz. Motorlarimiz absolutni yangi. Hattoki bu zavodda chiqqan paytida ham ishlamagan motor qo'yamiz. Ichida tosh chiqib qoldi. Mana shu yerga udar bo'lgan, lekin teshib o'tib ketmagan. Xudo xolasa, sifatiga gap yo'q. Soatiga 1-1,5 tonna don maydalaydigan super drabelkamizni 11 kilovat 3000 оборотli motor qo'yilgan tayyor bo'ldi. Xo'p, 2 shoxligidan, o'tgan safar 1 shoxligidan ko'rsatgan edik. Kommentariyalarimizga ajoyib fikrlar kelibdi. Motorlari eskimi? Motorlari eskimi? Eski qo'yasizlarmi? Xo'p, shu savolga javob. Akalar ko'radigan bo'lsalar, motorlarimiz absolutni yangi. Hattoki bu zavodda chiqqan paytida ham ishlamagan motor qo'yamiz. Motorimiz ko'rgan bo'lsalaring, 11 kilovat 2930 оборот, ya'ni 11 kilovat 3000 оборотli yangi masna motor yashikdan oshib qo'yilgan. Hozir bunda 2 shoxli drabelkamizda 4 xil setkasi bor. 8lik, 2lik, 3lik va ichida 4lik. Turli setkasida bug'doyda maydalab ko'rsatib beramiz. Qani qancha maydalaydi. Hozir mana bu qopimizda 25 kilo bug'doy bor. Hozir tortib ko'rsatamiz. Ko'rgan bo'lsangiz 0 da turibdi. Qani 25 kilo. Endi buni hozir solamiz. Qani soldik. Shtoba videoni uzmaymiz. Ishonch hosil bo'lishligi uchun. İchiga maydalangan don ham qo'shib qo'yganimiz yo'q. Bitta ikkita ayrim negativlar maydalangan donni tagiga solib qo'ygan, o'shani tez chiqaryapti deydi. Videoni xudo xolasa uzmaymiz, ko'rasizlar. Mana 25 kilo don turibdi. Endi bunda shitni moslab olamiz. Hop, shitimizni moslab oldik. Qani boshladik. Yoqing. 1 2 3 ketdi. Qara. Ramjon. Qara bunga. Tosh kelib qoldi. Tuganimi? Ko'charavering. Ko'rgan bo'lsalaring 1,5 minut vaqt ketdi. Opshi 1 minut 40 sekund vaqt ketdi. Xudo xolasa drabelkamizda ichida tosh chiqib qoldi. Tosh ham emas, o'zi kichikroqgina metal chiqib qolibdi. Mana hozir olib tashladik. Mana shu metal, endi bilmayman nima metal ekan, boltmi, ekanmi, samarizmi, ishqilib mana shunday holatga keltirdi. Mana majaqlab tashladi. Lekin ichki mexanizmini ko'rsata olmaymiz. Sababi endi bilasizlar, o'z biznes sirimiz bor, o'zimizga yarasha. Endi mana uni qaranglar. Bilinyaptimi, bilinmayaptimi? Mana shu yerga urilgan. Lekin setkamizni teshib o'tib ketmagan. Setkamizni qalinligi 2 tenka. Xohlasa setkamiz qattiq, chidamli.
uncha-munchaga yeyilib ketmaydi, uncha-munchaga sinib ketmaydi. So'z isboti bilan ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yerdagi udar bo'lgan, lekin teshib o'tib ketmagan. Xudo xolasa, sifatiga gap yo'q. Ichki mexanizmiga, zavodskiy defektiga 3 oy garantiya beramiz. 3 oyda ichida xohlagan tonningizni maydalashingiz mumkin. 1000 tonna maydalaysizmi, 2000 tonna maydalaysizmi, 5000, 10000 xohlagan tonningizni maydalang. Ichki mexanizmiga 3 oyda ichida biror nima bo'lsa, bepul servisi bor Mustang jamoasida. Hop, mayinligini ko'ramiz. Turli setkasida mana bunday holatda maydalab berdi. Birorta bug'doyda butuni yo'q. Mana bu ikkinchi shoxidan chiqqani. Uni ham bor, kepagi ham bor, yormasi ham bor. Hop, motoriga keladigan bo'lsa, yana bir marta ta'kidlayman. Motori absolutni yangi, hattoki mana bunaqangi ichida mana nima granulasi bor, shu shtobali namlikni saqlab turishi, namlikni so'rib oladigan. Hop, drabilkamiz O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat shahar markazlariga bepul dastavkasi bor. Narxi 2 shoxligi 9,5 million so'm, 1 shoxligi 9 million so'm. Bemalol zakaz berib, oldindan zakaz berib qo'yasizlar. Sababi bu drabilkamiz yemxonalar, juda ko'p yemxonalar, mingta mol boqadigan akalarimiz ham olishyapti. Shuning uchun ochiq bilan qilib beryapmiz. Kimga shunaqangi drabilkalar kerak bo'lsa, bundan tashqari bunaqangi bir shoxli drabilka deysizmi, universal drabilka deysizmi? Mana universal drabilkamiz ham ideal holatda, motorlari absolutni yangi qo'yiladi. Voltmetrlari bor, samazashtalari bor. Suta deysizmi, qaya deysizmi? Lubi mahsulotni maydalab beradi. Hozir hop. Ko'rgan bo'lsangiz 8 ta pichoqli original germanskiy pichoq qo'yilgan. Pichoq sistemasini o'ziga zavodskiy defektiv, buni ham 1 oy garantiya beramiz. Bundan tashqari granulyatorlarimiz bor, 220 da ishlaydigan. Super drabilkalarimiz 1 shoxli, 2 shoxli, 3 shoxli. Mes alyumin motor 220 da ishlaydiganlar. 2 shoxli mana ko'rayotgan bo'lsangiz 7,5 kilovatlar. Granulyatorlar turli tumanidan bor. Zakazga qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin, hatto yem meshalkalarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaring xohlagan mahsulotni zakaz berishingiz mumkin. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ichidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.